Salom do'stlar, bugun sizlar bilan yana Games Nomeradin channel va bugungi videomizda bizda Minecraft video. Bu Minecraft videoda biz qaysi biri edi? Xullas, bugungi videoda bizda o'sha Minecraft speedrun qilamiz, bitta o'zimiz nima qilamiz? Ya'ni dragonning oldiga borib urushamiz. Bugungi videomizda ya'ni o'sha speedrunimiz hech qanaqa bo'linmaydi. Ba'zi bir ikkita xullas, nima deyapman? Короче, speedrun qilaman. Agar o'lib qolsam video tugaydi, agar o'lmasam tugamaydi. Video o'lmaydigan bo'lsam dragonni o'ldirgungacha tugamaydi. Xullas, boshladik. Timer qo'shsa ham bo'lardi, shart bas. Chunki men unchalik professional speedrun emasman. O'shaning uchun menga timer shart emas. Xo'sh. Ana, davay, как раз daraxtamiz ekan. Daraxt sindiramiz. Sindirdik. Tezlashimiz kerak bizga. Tezlashimiz kerak. Ovozni ochaylik. Biz tezlashamiz. Xo'sh. Bu daraxtni sindirish ham уже 2 yil ketsa kerak. Agar mabodo o'lib qolsam, speedrun uxladi do'stlar. Bir yo'la ichiga kirib ketamiz, tosh ko'blagani. Yerda tegiga. Короче, hammasi o'sh. Endi tezlashimiz kerak bo'lsa, nima bo'lsa ham tezlikka ishlashimiz kerak, tezlikka. Ko'proq tosh olishimiz kerak. Chunki ko'proq tosh kerak bo'ladi. Masalan, bloklarga bironta o'sha zombilar hujum qilib qolsa, kimda golem o'ldirmoqchi bo'lsam, blok kerak bo'ladi. O'shaning uchun ko'proq tosh olish kerak. Xo'sh. Qishloq chiqib qolsa juda zo'r bo'lardi. Ovqatdan problema qolmasdi. Nima bo'lsa ham tezlashim kerak. Speedrun bo'lyapti hozir. Do'stlar, Dreamga o'xshagan videolar chiqaraymi? Ya'ni men Manhunt bo'laman, boshqalar o'sha meni quvlashadi, speedrun. Men o'lgunimgacha speedrun bo'ladi. Ya'ni dragonni o'ldirishim kerak. Xo'sh, meni sheriklarim meni o'ldirishlari kerak. Dragon tirik qolishi ularning mas'uliyatida bo'ladi. Xo'sh, shunaqa video chiqaraymi do'stlar? Xohlasanglar chiqaring deb yozib qoldiringlar kommentda. Xohlamasanglar komment yozmanglar. Davay, ketdi. Qishloq. Ovqat. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Turib boryapman. Qayerda ko'rgansizlar molni tayoqda o'lganini? Men shunaqa kuchliman do'stlar, molni ham tayoqda o'ldiraman. Butun boshli molni. Yarim boshlisi bo'lmaydi. Endi bu video speedrun bo'lgani uchun qishloqda chiqcha paykon qilib ketaman. Paykon deyapman. Payxon deganim. Короче, tezlashib kiyamiz. Davay. Tezlashimiz kerak. Nimadir berasan. Bir tinga qimmat narsalar. Ovqat. Izumrudni boshini uramanmi? Ovqat. Tezlashamiz. Davay. Do'stlar, agar xohlasanglar, keyingi videoda Minecraftda
hard rejimda 5 kun o'lmasdan yashash. Uxlash yo'q. Uxlash yo'q bo'ladi. 5 kun o'lmasdan yashash kerak bo'ladi. Xohlasanglar kommentda unisini ham yozinglar. Buni agar men manhunt bo'lishimni va 5 kun hard rejimda uxlamasdan yashashimni xohlasanglar, ikkalasiga ham ha deb yozinglar. Agar bir donasini xohlasanglar, o'shani nomini yozinglar. Masalan, 5 kun hard rejimda uxlamasdan yashash bo'lsa, 5 kun hard rejimda uxlamasdan yashash deb yozinglar. Agar 5 kun hard rejimda yashasam, uy qurmayman, ko'chada uxlayman, yoki qishloq topmayman. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Sizlar uchun qanday videolar olishga tayyorman. O'shaning uchun meni kanalimga obunalarni bosib, kommentlarda qizdirib tashinglar. Qarchi hech bola qolmadi bu yerda. Xo'sh. Endi iloj boricha sal shaxtaga o'xshagan joy topishim kerak. Temir, ko'mir, oltin kerak bo'ladi. Tog' bor, tog'da temir chiqishi ham mumkin. Ko'mir chiqishi lekin aniq. O'shaning uchun tezlashamiz. Davay, yugurdik. Video boshlanganiga 6 minut bo'libdi. Mirdichiga kirishiga taxminan 30 sekund yoki 1 minut ketgan bo'lishi kerak. Unda 6 minutdan bir men xullas qarchi tushundinglar. Buni professional Minecrafterlar juda yaxshi tushunadi gapimni. Xo'sh. Yaxshi. Mana bunaqa joylarda ham temir chiqishi ehtimoli baland. Davay. Yugurdik. Uchamiz. Bizga divan hozircha shart emas. Chunki agar portal chiqib qolsa, premium portalga qarab surib boraman. Qani davay. Xo'sh. Ovqatni ko'pi bo'lmaydi. Kami bo'lishi mumkin, lekin ko'pi bo'lmaydi. Demak, xo'sh. Hozir tezlikda kirka yasashim kerak. Ili pechkan 2 bitta kirka. Tezlikka. Xo'sh. Ular pishib tursa, men ungacha ko'mir terib turaman. Ko'mir qazib turaman. Tezlikka ishlash kerak, tezlikka. Yaxshi, sinib ketdi. Ortiqcha narsadan qutuldim. Davay. Cho'ta shu atrofda lava borga o'xshayapti. Qulog'imga eshitildi shekilli. Lavani biliqlagan ovozi. Biz qarchi uxlamaymiz cho'ta. Chunki nima deysiz? Nima desa bo'lar ekan? Mehnat ko'p deydimi, shunaqa. Ya'ni hali ish ko'p. Uxlashga vaqt yo'q. Kechasi yugurib yuraveramiz. Ortiqcha narsalar tashlayveraman. Uxlatimiga kerak yo'q. Tezlashamiz. Vaqtda yutish kerak. Speedrun qilish kerak. Dragon o'ldirish kerak. Dragon bratishkani. Davay, tezlashdik. Skeletlar ovoz eshitilyapti. Ular bilan urishish niyatim yo'q, chunki yonimda shitim yo'q. Shit kerak menga. O'sam bu krisalar juda kuchli. Xo'sh.
Yana bitta pechka yasaboraman. Uy, onayli. Nima bo'ldi hozir? Ha, men eshik urib ketdimi? Yo, savol, ha, men nimadir urib ketdim. Yangilanish kiritildimi Minecraftga? Давай, бяхки. So'z yana. Давай, takala. Kallang urib. Kallang qursin. Zombi yonyapti. Basharang qursin. Tursun, basharang qursin. Короче, tezlashimiz kerak. Wow. Давай pishsangchi kartoshka bo'lmay o'l. Basharang qursin, tursin, basharang qursin. Plus, давай. Bo'l, pechka olamiz, turamiz. Hozir men lavali kon yokimda xullas lavasi bor, temiri ko'p, shaxta kon yokimda eko'yam bitta narsa. Shaxta jarlik yo bo'lmasam buzilgan portal kerak. Izlashim kerak. Bitta menimcha bo'lmaydi. Bitta bo'lsa ham juda xavfli. Juda ham opasniy. Umidni nima qiladi? Qishloq bo'g'azida umid qilaman. Portalni umid qilaman. Stop, nimadir yonyapti. Lava yaxshi. Bizga paqir kerak, paqir uchun temir kerak. Temir uchun shaxta topish kerak yokimda yer tagiga kirish kerak. Lava ham tayyormi? Bemalol 14 chiqadi. 14 dan oshadi ham. Uy, krisa. Jonima yarmini g'ajib tashadi-yu. Krisalar hamma o'ldirib qo'yadi bu krisalar. Xo'sh. Koordinatalar eslab qolish kerak yokimda yozib qo'yish kerak. Kamon tayyor. Uy, unayni. Bitta guldi nima deb o'ylabman, zombi. Krisa. Uy, men kontrolni yo'qotdim, короче, do'stlar. Yana hozir bir narsadir bo'lyapti-da. Shu yerdan ketmasligim kerak, bo'lmasam esdan chiqib qoladi. Iloji boricha yer tagiga kirish kerak. Bo'ldi, xavfsiz joydaman. Fakelni yoqamiz. Gravi.
O ana temir ham chiqdi. Desam bir dona chiqdi. Shu atroflarni juda ham yaxshilab ko'rish kerak edi. Juda ham yaxshilab ko'rishim kerak. Короче. Xo'sh. Tak. Cho'ta do'stlar, menimcha qismga bo'lib ko'ramiz. Короче, mana короче, bugungi video shu bilan tugadi. Sizlar bilan Games Nomer 1 channel va birinchi qism tugadi.